alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Chustda Sho'raqo'rg'onda biz bu yerda 5 metrdan oshiqroq joy. Bu birinchi xonamiz. Eski shkaflari bor edi, buni maydaladik. Mana shu tugmani komplektlari bor edi. Buni maydaladik. Xo'p, bizda ikkinchi xonamiz ham bor. Xo'p, ikkinchi xonamiz uyi 3,5 metrlik tomoni. Bu yerda ikkita taxmon, o'rtasi tokchali joy. Bu yerda ham o'sha shkafi komplekti servanti bor edi. Uni ham maydaladik, sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ichiga o'zlarining eskilari, orqalariga DPlarni urib sekin ko'rsatib boraveramiz. Bizni devor mebel tayyor bo'ldi. Xo'p, bir taraf shkaf, qolganlari polkali. Xo'p, bu xonamiz dubankor. Ikkala xonamiz ham dubankordan tayyorlanyapti. Sal xona qorong'iligiga xiraroq chiqyapti. Xo'p, bu xonamiz 6 million so'mga tayyor bo'ldi. Ikkinchi xonamizni korpusi tayyor bo'ldi. Bu yerda ikkita taxmon, o'rtasi polkali bo'lyapti. Ichki qismiga bu tarafda ham o'sha o'zidan chiqqan DVPlarni urib o'rganmiz. Laminatdan tayyorlandi ikkala xonamiz ham. Xo'p, bu yerda ikkita taxmon, o'rtasi polkali bo'ldi. Ikkita xonamizning narxi 10 million so'm. Narigi xona 6 million, bu xonamiz 4 million so'mga o'zlarining ichiga eskilari ketgani uchun shunaqa pulga tayyor bo'ldi.